Assalomu alaykum azizlar. Qanavalaringlar yaxshimi? Obdan turib. Bugun biz Qum bosgan shahar romanining davomini o'qishni boshlaymiz. 20-bob. Qo'rsqim och edi. Akufkalar bir-biriga qiydab oldi-orqa darvozadan kirib kelgan bu shahar cho'llikdagi yana birovat shaharlardan edi. Shahar atrofi munbat itizlar, bog'lar to'lib oqadigan eriq astanglar va yiroqlardagi yezi qishloqlarga akitadigan yo'llar bilan qo'rshalgan edi. Harvalar mengiyverib kadanglaştırıp etken yollardan puqurab top kötürlep duratdı. Yol boyu ösken çığırtmak, yavı kendir ve yoğan yupurmaqlıq tikellik otlarını yıl boyu qelin çang besip duratdı. Şəhər bazarının hər bir koçisi, navaylar koçisi, aşpazlar koçisi, mozduz, yağatçı, cuvazçı koçisi degендek xilma-xil kasıplarının rəstleriga bölüngen idi. Bu koçulardan ötkende ıssiqnan, kebab, zasüy, aşmanta, o'xshagan pololarning mazzilik purqi och qo'rsoqlarni g'o'ldiriltib o'tadi. Ömer shahar kirib, shahar ko'chalarida tamtirab yurgan sonsiz musofirlarning qatoriga qitilib ketdi. Bu shaharning boylari boy, kambag'allari to'limi namrat edi. Ömer bir vaqtlik qo'rsiqni to'yg'izish uchun har qanday xizmatni qilishdan bosh tortmadi. Har nim bo'lsa, Xudo uni kuchlik va chidamliq yaratgan edi. Ba'zi u oshpazlarning o'tunini yerib, o'chqaga o't qoladi. Qaysi bir savdogarlarning olgan mollarini o'shnisiga otib, odamlar mig'ildab yurgan shahar ko'chalarida kishilarga urilib, so'qilib yurib, savdogarlar tushgan saroylarga yetkazib berdi. Ba'zida qaysi bir yer egasining leyini itib, keskini qo'yib, itiz iriq ishlariga qarshi beradi. Ishqilib, u har qanday ig'ir yenik ishlarni qilishdan qochmaydi. Ammo ish hamma vaqt tepilib turmaydi. Ba'zida u kunlabmi och qoladi. Pul tapqan kunlari, kechliklari Ömer çayxanalarning yumshoq, kigiz tashlangan supalarida suzilib yetib, o'ziga o'xshash musofirlarning qiziq paranglarga quloq solgancha uxlab qoladi. Ba'zida uningga gulahlarda, mozorliqdagi gumbazlar ichida yoki qandaqdir bir ochiqchiliklarda tunashga to'g'ri keladi. Mundaq chog'larda u ko'pincha uzoqqacha uxlayolmaydi. Qayerdadir bir yerdagi isliq çayxanalarda tutab kuyib turgan chiroqlar paraslab uchqun chachadi. Egiz o'sgan teraklar, masjidlarning ko'k so'zilgan peshtoqlari kechining qorong'uligida qetib qolgandek ko'rinadi. Ömerning beshi ustida bo'lsa, sonsiz yulduzlar ojiz nur chachadi. Ömer uyoq bu yoqqa o'rilib, usti ochiq zindan qog'iliq bog'da o'tkazgan kunlarini eslaydi. U yerda garchi erkinlik bo'lmasa-mu, har holda har kuni 3 vaqt yeydiganga bir narsa bor edi. Ba'zida Ömer otasini, kichik inisi safarni tushab qoladi-da, cho'chib uyg'onib ketadi. Mijozi o'sal inisi Baratmi ko'z oldiga keladi. Baratni o'ylasa judun o'rlaydi. Safarni tashlab ketish to'g'risida dastlab ig'iz ochqanmi shu, deydi u o'z ichida. Bichora bolani cho'lga tashlab qo'ydik mana. Xudoyim bizning mijojimizni verdi. Yana ba'zi kunlari Ömer koni tugmanga qaytib berib, safarni izlab yiqishni xiyoliga keltiradi. Lekin uningda orqasi qaytqudek madar yo'q edi. Bugunmi Ömer ish izlab, odamlar to'pi ichida choy qilib yuradi. Qo'rsaqning ochlig'ida u oshxonalardan kelayotgan mazzilik puroq, odamlarning badanidan ko'tarilayotgan ochiq tarhidi, to'pichang hammani tukurikiga aralashtirib ichiga yutadi. Bazar bo'lsa o'zining vangchong bilan ig'ir gurildaydi. Alarman satarmanlarning vaqirashlari quloq mangini yeb, Ömerning beshini aylantiradi. Mis yamoqlar, kumush tangilar, sap oltin tillolar qo'ldan qo'lga o'tib jiranglaydi. Ömerning yanchig'i bo'lsa qop-quruq edi. U qo'yniga silib uzun yo'llarni besib ekelgan tillolarning naq mushu qog'ish tekkir shaharning darvosi oldiga kelganda g'oyib bo'lganligi uningga to'lim alam qiladi. Odam emas, jo'yt deb tillaydi u ichida inisi Baratni. Bir tillani kim olganingga o'latdingmi sen? Bir tillani talishib 99 tillardan quruq qoldi. Balkim sen bir yerda menga o'xshash itning kunini ko'rayotgansan. Ömer shunda xiyollar bilan aylanib, bozor chetidagi bir ochiqchilikqa chiqib qoldi. Neriroqda düp-tugulak doira bo'lib olishib olgan odamlar bir nimalarni deb varqirishyotdi. Orqada turganlar bo'yinlarini so'zib, doiraning o'ttirisiga qarashyapti. U yerda bir qiziqchilik bo'lsa kerak. Ömer qistilib yurib odamlar to'pining oldiga o'tdi. Maydonning o'ttirisida bo'yinlari buqining bo'ynidek turilib ketgan yo'g'on bir odam to'piliq yerda o'ltirib, qani qo'ysang chiqsan deb varqirab, oldidagi to'pini ha deb osmonga so'raydi. Bu odam nima qilyotdi deb hayron bo'ldi Ömer. Lekin uning savoliga hech kim javob bermadi. Atrofidagi hamma odam chuvildi. Qani kim bor?
Kim chiqidi deb vaqirishadi hayajondan ko'pib qizdirishib. U nimadam deb so'radi Ömer yini tuturgan bireylarni yo'q noqib turib. Heliq kishi Ömerga ajablanib qaradi-da, "Sen uni bilmamsan?" dedi. "Yo'q, tonimaydi ekanman" dedi Ömer. "Men bu shaharlik emasman." "Qodir Qovon degan polvon shu bo'ladi. U nimishqa to'p so'rib o'ltirdi?" "Nimishqa to'p so'rib o'ltiradi? Uningga tang keladigan chelishchi chiqmadi-da" dedi heliq kishi mag'rurlanib. "Bayatdan biri u orqa-orqadan uchini yiqitdi." "Ha, uchini yiqitsa to'p so'raydigan gapmi?" "Hey, bu yerning qoidasi shu. Maydonda qolgan chelishchi yana qo'ysang bor deb to'p so'raydi. Qancha botir bo'lsa to'pini shuncha egizatidi." Neriqdagi sayvan ostida shaharning boylari ochiq damlangan choyni ichib tomosha ko'rib o'ltiradi. Sayvanning oldida bir kishi o'ri turib olib, kuchining boricha varqirmoq dedi. "Qani, Qodirga teng kelaoladigan yana kim bor? Kim yangsa 10 tilla totiq oladi. 10 tilla, 15 tilla. Kim chiqadi? Men 20 tilla. Kim Qodir Qovonning yinini yerga tekkizsa, bikkog'ili 20 tillaga ega bo'ladi." Ömerning qo'rsiqi ochliqdan g'o'ldirlaydi. 20 tilla ha deb o'ylaydi u. 20 tilla bilan necha oy to'yg'ish tomoq yeb yurtqim yetivag'il bo'ladi. Nimada bo'lsin, g'ayrat qilib bir tutishib boqaymi? Ömer bala vaqtidan tatib chelishib o'rgangan edi. Tangtushlar ichida uningga teng keladigan yo'q edi. Muni bosh ko'ziga to'p chechib o'ltirgan qovonning xili bingsi borda yaqchan. Bo'lmasa to'pini muncha egizatmas edi. Zodi qanchalik karomati borda uning. Qo'saqning ochliqi chu texi. Heliqi deydaychi odamlarni chelishga tushishga qiziqtirib, beriladigan mukofotning sonini oshirmoq dedi. "Qani, xaloyiq, shuncha bola odamning ichidan tuzukroq bir o'g'il bola chiqmamdi? Mana 35 tilla, 40 tilla. Anglamadim dema xaloyiq, 40 tilla. Qodir polvonmi odamg'u, oranglardan tavakkul qilib, uning bilan tutishqidek yana bir azmat chiqmamda. Qulqingni men tarafga tutib anglar xaloyiq. Mana 45 tilla. 45 tillaga qo'l yetkizsang, dunyoning hamma mehnatchiligidan qutulib beglardek huzur sursan. 45 tilla, qulqinglar pang bo'lib qoldimi? 45." Deydaychi qarab turganlarning ko'zidan o't chiqarib, qo'lidagi bir uchum tillani sharaqiltib, u qo'lidan bu qo'liga to'katdi. Qodir Qovonning otgan to'pisi bog'on siri egiz o'rlaydi. "Mana hurmatli boylarimiz olqini texmi keng ochdi" deb vaqirdi deydaychi. To'la vaqiraverib, uning ovozini chaqirib qolgan edi. "Kim yangsa Nizomboy naq maydonda qo'liga 50 tilla sanab bermoqchi, 50 tilla." 50 tilla deb hayajondan cho'nqur nafas oldi Ömer. 50 tilla degan heliq otamdan qolgan tillalarning 20dan ko'p emasmi? Barat ikkimiz 49 ga rozi bo'lmay 50 ni olaman deb hamma tilladan qo'rqqanmidikmi? Qo'ldan ketgan 50 tillani Xudoyim mush yerda qaytarib berasam ajab emas-a? Yangilib qolsam noiti maydonda sharmanda bo'lib chiqib ketaman. Bu yerda meni kim taniydi? Yiqilgan pul to'laydigan ish bormi deya. Ömer endi kishidan so'rab ko'rdi. "Maydonga tushgan odam yangilib qolsa qanday bo'ladi?" "Qandoq bo'ladi? Yangilib qolsang maydondan so'nggichingni so'rab qaytib chiqsan, elektrikning ko'zingga. O'tirgan pulni qaytaradigan ish yo'qdi. Anglayotgansan, pulni Nizomboy to'laydi. U shaharimizga katta boylarning biri. 50 tilla degan uning uchun nimitdi?" So'zlayotgan odam tuyuqsiz bir ish esi kelgandek bo'lib, Ömerga beshidan oygacha bir qaradi-da, "Xeli qovul ko'rinsan. Bir talaysnab boqamsan-ya. Anglayotgansan, ussang 50 tilla birdamda jiringlab yonchiqing tushidi" dedi. "Bir tutishib boqay deyman" dedi Ömer. "Lekin sal qo'rqyapman." Bu gapni anglab Ömerning atrofidagilar uningga tangli qarashdi. Qiziqchilik ko'rishga tashna bo'lib turgan odamlar uni. "Qani bir talaysnab boqmamsan? Qo'rqma, yiqilsang yer ko'tirdi. Tutqanga 50 tillajimu" deb deydayga salg'ar turdi. Shu arada kimdir bir ovozni ko'tarib, mana bu yerda bir yigit maydonga tushmoqchi" deb varqirayapti. Mana, Xudoga shukr" deb tovladi o'tirdiki deydaychi. 50 tilla Nizomboyning yanchiqqa qaytib tushib ketamdikan deb andish qilgan edim. 50 tillaning izi chiqdi. "Qani yigit, maydonga kel." Arqadan 3 odamni yerga urgan Qodir Qovon bilan ilishishga tavakkul qilgan qaysi nochudu deb sayvan ostida o'ltirgan boylarmi o'rnidan turishib ketdi. Endi maydonga tushmayin bo'lmaydi. Hammaning ko'zi Ömerga tikilgan edi. Kimdir biri uningga madad berib orqasidan ittiribdi, degandek u o'tirga chiqib qoldi. "Qani, o'g'illar, qo'rqma. Madadni egamdan tila." Kishilarning shunda qiyoqas chiqqanlari ichida Ömer bir besib, ikki besib to'p so'rib o'ltirgan polvonning oldiga bordi. Butun maydon jimjit sukutga cho'kdi.
Qadir qavan aldıda turgan çelişçinin levlerinin üstüge emdili mäyin tükü çıqqan bir xam soyum ekenligini kördü. Amma mundaqlarni sel çaqlashqa bolmaydi. Mundaq yaşlıq qoramığı yetkende bedende qar güç boldu. Qadir ornidan qopmay turib peyva qildi. Özün kim bolusan? Bu şäherge musafirman. Xotuning bilan xo'shlashib keldingmi? Mening xotunim yo'q. Ha, tex bal ekansan. Manga berib anangni rozilik qilib kel. Anammi yo'q. Candan to'ygan bir yalan töşmän digine. Tolyogan sizmey onunu qupmamsan. Qadir qavan çaçırap orundan turdi. Onun baş gözüdün topu qoyulup turadi. Qadir sudun chiqqan itdek özünü bir silkishtirdi de itilip berip Ömer bilan bel tutuşdu. Etrafdagilarning qiqas cho'qqani boshlandi. Taşla, yerga at. O yigit boş kelme. Ular xilag'cha murlari bilan bir-birini oldi. Keyniga ittirishib, to'puliq yerda piqirashga boshladi. Qadir qavan Ömerning belidan qo'rib, oldiga tortib, tuyuqsiz beshiga ko'tardi de yerga otdi. Ömer yerga o'rib etdi, tikkida tushdi. Hammaning og'zidan tang chiqqan "Ohoy" degan ig'ir tiniq gurildashga aylanib to'xtab qoldi. Qavan itilib kelib Ömerni ikkinchi qitim besh ustiga oldi da yana otdi. Bu qitim Ömer yerga tikkida tushib o'rtirib qoldi. Uchinchi qitim tutishganda Ömer qavanni belidan aplik tutib oldi. Qavan bo'lsa o'z kuchini xilal xo'rtib asrab qolgan edi. Ömer bar g'ayratni yig'ib, "Yopirim" deb varqirganicha qavanni yerdan yulib oldi. "Apirin yigit" deb cho'qan silishdi atrofdagilar. "Qaranglar, qaranglar, ana u beldan ilib boshqa ko'tadi. Hey, kimni ko'tadi?" deb so'raydi orqa turib qolganlar putining uchida yundab. "Heliq yigit qavanni ko'tadi. Beshchi qo'y. Attanga rahmat yigit." Ömer Qadir qavanni beshida pirqiratmoqda edi. Lekin uning bu yo'g'on maxluqni yerga etishga zodi madori yetmadi. "O'g'il olsan atmamsan" deydi qavan Ömerning besh ustida turib. "Ya Allah, sen çelişçi emas, xo'jayiningning bolasini ko'tarib yurganga madga o'xshaysa." Ömerning shu yo'g'on gavdasini yerdan ko'tarib elishning o'zimi Ömerning shu yo'g'on gavdini yerdan ko'tarib elishning o'zi cho'ng bir jasorat edi. Uni yerga etishga mag'dur yetmayotdi. Qavan bo'lsa ikki qo'li bilan Ömerning beshinchini qamallab olgan edi. Bargan siri Ömerning tizlari egilib, beli pukilib ketdi. Qadir qavan uni besib ustiga yiqildi. Yaraysan" dedi Qadir qavan ostida qolgan Ömerni yo'lab turg'izib, do'li sug'urib. "Xil g'ayrating bor ekan." Ömer arzu qilgan 50 tilla yanıla haqning yanchiqqa qaytib ketdi. Ömer daldangishib mangancha chetga chiqib, bir tomga yo'langancha o'ltirib qoldi. Shu topda uning o'ltirgan o'rnidan qo'qqidek mador qolmagan edi. Maydondagi odamlar bir-birlab tarqishyotdi. Tuyuqsiz uni bir odam chaqirib qoldi. "Hoy, nima odamsan?" Ömer beshini ko'tarib ot ustida turgan so'latlik bir odamni ko'rdi. Uning ostidagi o'ynaqlab turgan qumush quloq arg'amoq, xilma-xil ko'zlar qo'yilgan qimmat bog'liq egar jabduq, maxmal yopiq, naqsh sopliq chiroyli o'rligan qamcha va kumush uzangilar bu odamning nihoyatda boy kishi ekanligini ko'rsatib turadi. "Assalomu alaykum" deb tomni tirab o'rnidan turdi Ömer. Boy uni to'nib qoldi. "Sen hozir chelish tushgan yigit emasmi?" "Shundoq boy aka." "Ajab, buni yerga atolmading-a?" "Qo'rsqim ochidi." "Qo'sqa ochtiribmi chilish tushgan bormi?" "Omtim kelib qolsa, ozroq pulliq bo'lib qolamanmikin" degan. "Omad" deb kuldi boy. "Ha ha ha ha. Omad qo'g'lashqandan qochidi." "Shundoq ekan boy aka." "O'zing nima ish qilgan odamsan?" "Ishlamchiman. Boy aka, qig'izg'idek ish-pishlari yo'qmi?" "O'zing qayerliksan?" "Bu shaharga musofirman." "O'g'irlik qilmaydigansan?" "Yo'qso, sizlardek ulug'larning ishiga harom niyat bilan qo'l silishdan Xudo o'zi neri qilsin. Agar shunday qilgan bo'lsang, mendan yaxshilik ko'rmaysan, men tonimsan." "Tonimaydi ekanman. Bu shaharda meni Nizamboy deb tonimaydigan odam yo'q, bilib qo'y." Mushu so'latlardilla sening qanchalik katta davlatman odam ekanliklarini payamlab bo'ldim. Bir otadochilik qilsizlar begim, hech nimam yo'q, yetimman." "Bo'ladi. Kuching barda qiladi. Yaxshi ishlasang, meningda doimlik ishlab qolasan. Avval kunlik ishlab baq. Qani, haqqingga qancha talab qilsan?" "Qo'rsqimga uch vaqt yegidek bir narsa bersizlar. Yetib qopadigan o'rnim bo'lsa bo'ladi. Ortiq narsani talab qilmayman." "Yaxshi gap. Orqamdan mang." Ömer boyning arg'imiqining tuyoqlaridan ko'tarilgan changlar ichida uningga agishib, shaharning agri-bugri ko'chalari bilan ketdi. Bu bobni shu yerda tugadi. Davomini o'qiymiz. Allohga omonat.